Uchonaga, Yunusobod 11-kvartal, Mega Planetani bilasizlar. Shunday orqasiga o'tsanglar, Comfort House degan Novostroyka. Shu yerda 2 xona, 65 kvadrat, ikkinchi etaga chiqqan. Yaxshi remontlar bilan hozir bir sizlarga hamma yoqni ko'rsatib beraman. O'chiramiz. Mana shu podyezddan kirganinglarda mana shunaqa hol zal bu yerda. 3 xona ham devor bilasizlar, endi hozirgi yangi zamon tilida 3 xona bo'lib ketdi endi bunaqa uylar. 3 xona studiya deydi. Studiya nima deganda, mana shu ovqat tayyorlaysan, shu yerda o'zi deysan, hammasi ko'rinib turadi. Ayon studiya deydi. Endi to'g'ri bo'lsa shunaqadir. Bu yog'imizda spalni, mana garderoblari ham bor. Bu yerda o'zi ijarachilar $800 ga turgan ekan. Shundan olsanglar endi $800 dan ijarachi qo'yasiz. Chunki joyi zo'r, lokatsiya bomba, metro, Megaplanet, Yunusobod dehqon bozori, hamma kerakli narsalar shu yerda joylashgan mana. Sanuzillarni ham ko'ryapsizlar, kir mashina, hamma narsa bor. Aytamaman-ku. Bu yerga shundan olasizlar, vложение qilmaysizlar. Pulliga notarsga sanab ketsanglar bo'ladi. Qolganini o'zimiz odam qo'yib beramiz. Xullas, narxi 93.500. 93.500. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar. Mana shu yaxshi joydan, yaxshi etajdan, yaxshi uy so'raganligi jo'natib qo'yasizlar. Tamom.